Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil kutubi deyilyapti. Al-imanu bil Kitoblarga kutubi. ishonish. Ha, Kitoblarga ga ishonish. bo'lyapti. Bittaga kitoblarga ishonish. Demak, kitoblarga iymon keltirish qanday bo'ladi? Savollar o'qiymiz Ibrohim. Tamam. Masmul kitab billazi. Qarang. Masmul kitab. Mashalloh. Nimaga kitabi? Çünkü mudafun ilayhi Mashallah. Masmul kitab billazi anzalahullah hu ala İbrahim sallallahu aleyhi ve İbrahim sellem. oxiri harakat. Ala İbrahim'e çünkü bu gayri Maşallah. munsarif. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Allah tarafından düşürülgen Yok. Neyse buladım. İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tarafından düşürülgen kitap. Allah tarafından degan narsa yo'q bitta. Neyse Allah unga düşürgen kitap. Allah unga düşürgen kitabının adı nima? As-suhuf, varaqlar. Cidden bir derse sürmeye kaldım da. Enzelahu. Bu fail bu muydu menzelaga? Yo'q, foil Ba'zan bo'lmaydi. maf'ulan bo'ladi, opa. Yo'q, hu foil bo'la olmaydi. Hech qachon fe'lga qo'shilsa, doroba hu degandan keyin uni urdi deyilsa, hu hech qachon foil bo'la olmaydi, eslab qolinglar. Tushunarlika? Hech qachon. Xo'p, Bu her daim mef'ul bo'ladi, mef'ulun bihi bo'ladi. maf'ulun bih bo'ladi. Tushunarlika? Katabahu. Uni Hu foil bo'lmaydi. Nimaga foil bo'lmaydi? nimaga fail bo'lmaydi? Chunki bu hu deb turib uni qasddan tutmayapti, lekin battam İbrahim Bittaga deb failini hu. beryapti. Bittaga huni foil qilishlik juda qo'pol xato hisoblanadi. Tushunarlika? Nimaga? Chunki foillar qaysi? Tu, ta, tuma, tum. yoki Yoki na. Tushunarlikmi? Yoki huva, hiyalarimiz. Muzorilardachi? Muzarilarda Ye, alif, hiya, vav, ya. hiya. Masalan, nima deylik, tadribu desam hiya bo'ladi, ha? Yoki anta bo'lishi mumkin. Ha, yashiringan, tushunarlika? Demak, huni nima deymiz? Foil deymiz. Xo'p. Endi nima deyilyapti? Qaranglar, anzala degani, nazala degani, bolalar nima degani? Tushdi degani. Bu sulosiy mujarrad hisoblanadi. Sulosiy mujarrad nima degani? Sulosiy degani 3 ta harfdan iborat bo'lgan nimamiz, kalimamiz, mujarrad. Hech narsa qo'shilmaydi. Qaranglar, n, z, l. Sulosiy 3 degani. Mujarrad nima degani? Unga hech narsa qo'shilmayapti-da. Tushunarlikmi? Mazid nima degani? Mana shu mujarradga qo'shimcha qo'shilib qoladi. Masalan, qaranglar, nazala tushdi edi. Ma'nosi nima ekan? Tushdi. Tamom. Endi mana shunga nazalaga shunday inshaalloh hali o'tamiz mazid fe'llarni. Anzala sizlar o'tganmisizlar? Yo'q, o'tmagansizlar. Bino o'qimagansiz sizlar. Anzala sizlar amsila o'qigansizlar. Anzala bo'lsa, demak, anzala bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, bu tushdi. Bu ham fe'l, ammo bu sulosiy mujarrad. Demak, mana bu nima ekan? Sulosiy mujarrad ekan. Bu sulosiy mujarrad, mana bu sulosiy mazid va ma'nosi ham o'zgaradi. Bu tushdi bo'lsa, bu tushirdi bo'ladi. Tushunarlikmi? Tushirdi. Nima qo'shilyapti o'zbek tilida ham? Mana bu irdi. Tushunarlikmi? Ir. Masalan, urdi, doroba, urdirdi, adroba. Bu mozi bo'ladi mana shu ham. Tushunarlikmi? Tushirdi. Masalan, anzala tushirdi. Endi ikkiligi nima bo'ladi? Anzala, anzalu. Tushunarlikmi? Anzalat, anzalata, anzalna, ha? Anzalna yoki anzalta. Sen tushirding bo'lsa, anzalta bo'ladi. Demak, keladi-yu. Alhamdulillahillazi anzala deb turib keladi. Mana shu yerdagi anzala deyapmiz. Anzala. Demak, bu mozi fe'l ekan. Tushunarlikmi? Mozi fe'li. Uni foili qaysi? Allohu, lafzul jalal. Savol so'ramoqchi edim. Agar nima ism deyapman, kalimani buni o'rniga qo'ysak, kalimani buni o'rniga qo'ysak, ajmal o'qib, ma'no boshqacha bo'ladi-ya, ism taftil bo'ladi-ya, agar af'aluga qo'ysak. Shunaqa. Hop. Demak, masalan bizda ham shunaqa, qarang, tushdi, tushirdi. Tushunarliki, ir qo'shilib qolar ekan. Demak, anzalahu, Allohu lafzul jalal foili bo'lyapti. Alloh Ibrohim alayhisalomga uni tushirgan kitobning ismi nima? Deyilyapti. Nima ekan? Suhuf, varaqlar. Mana shu yerda kitobda nimasi bor? O'tgan safar aytish esimdan chiqib qoldi. Mana bu yerda lam bor-ku, lam ta'lil uchun kerakda. Mana uni tushish kerak edi. Tushirilmagan. Mana shu kitobda balki отпечаткадagi xatosi, ya'ni liyashhada bo'ladi. Chunki malakani yaktubani dedik-ku, bizning amalimiz nima uchun bizning amalimizni yozishadi deganda, unga guvoh bo'lishlari uchun deyapti. Lam kirgandan keyin mana uni tushish kerak-da. Tushunarligi? Lam ta'lil kirgandan keyin uni tushish kerak edi. Buni tushirmagan, lekin tushirilishi kerak. Tushunarligi? Xo'p, endi men bu yerdagi xatoni to'g'rilab qo'ydim. O'tgan safar e'tibor qilmay qolganman. Xo'p, bolajonlar, davom etamiz. Xo'p, uni deganda mana bu huyimiz qayerga qaytyapti? Huyimiz kitobga qaytyapti. Mashalloh, mana bu hu, mana bu kitobga qaytyapti. Ya'ni kitobni Ibrohim alayhisalomga
nima qildi? Nozil qilgan kitobda ismi nima deyilyapti. Tushunarli? Chunki siylani nima bo'lishi kerak? Siylada albatta uni qaytuvchi zamir bo'lishi kerak. Bu yerda qaytuvchi zamirmi? Hu. Tushunarlimi? Suhuf ekani, sahifalar Allazi ekan. bitta xabar bo'lib kelyaptimi? Yo'q, xabar emas. Mana bu xabar bo'ladi. Ma xabar bo'ladi. Xabar muqaddam bo'ladi. Mashalloh. Ismi Xabarni esa mubtada muaxir bo'ladimi shunda? mana shu yerdan mana shu yergacha mana ismi mana qo'yay. Mana bu mubtada muaxir bo'ladi. Mubtada muaxir bo'lib, u muzof bo'ladi. Keyin bu muzof ilayki bo'ladi. Keyin mana bu mavsula, mana bu jumlamiz siyla. Siyla bo'lib turib, mavsula siyla ikkalasi birgalikda. Tushunarli? Tarkibga kirishamiz. Nima harakatlar to'g'ri qilgan uchun tarkibini so'ramayapman. Xo'p, ikkinchisini o'qiymiz. Asiya. Hozir so'ramoqchimda, ismul kitob muzof muzofning bo'lib turib mavsuf bo'ladi-ya. Keyin bu sifat bo'lmaydi. Mubtada sifat xabar bo'ladi. Mana bu allazi kitobda nimasi sifatida. Qanday kitob? Alloh Ibrohim alayhisalomga nozil qilgan kitob. O'shaning uchun bu ismga mavsuf bo'ladi-da, to'g'ri? Xabar muqaddam bilan mubtada muaxir mana bu kitob, mana bu kitob mavsuf bo'ladi deyapman. Ism emas deyapman. Kitob bo'ladi deyapman. Qanday kitob? Ibrohim alayhisalomga nozil qilgan kitob. Tushunarli? Xo'p, o'qiymiz. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم التوراة Anzalla bo'lyapti. Xo'p, Alloh lafzul jalal uni أنزله الله على موسى Musa alayhissalom Musa sallallohu alayhi va sallamga tushirilgan Alloh tarafidan turib Alloh tarafidan, hali ham tarafidan qilib, noto'g'ri qildim. Tarafidan degan narsa bormi? Allohdan tushirilgan. Yo'q. Tushirilgan deyapsan, Asiya. Tushirilgan. Il degan narsa bormi? Aytdingmi ona? Alloh tushirgan. Aytdingmi? Alloh unga tushirgan. Mashalloh Ibrohim. Nima diqqat qilmayapsan? Alloh Musa alayhisalomga tushirgan kitobning ismi nima deyilyapti? Qaraginda, mana bunga nima deyotganiga qara, tarafidan deyishing uchun nima kerak? Tushunarlimi? Nima xo'p? Boshdan ayt. Musa sallallohu alayhi va sallamga Alloh unga tushirgan kitobning ismi nima? Nimaga unga degan narsa qani? Unga tushirgan mana bu. Va bu kitobga qaytyapti. Nima kerak bor? Unga degan narsa. Muso alayhisalomga bitta. Tushunarlimi? Boshdan ayt. Musa sallallohu alayhi va sallamga Alloh unga nimaga unga? Hatto o'sha narsa. Ibrohim? Alloh Ibrohim alayhisalomga tushirgan. Qani Ibrohim alayhisalom? Alloh Iso alayhisalomga. Pastga ham tushirib yorish deyman, boshim aylantirib. Alloh Musa alayhisalomga tushirgan kitobning ismi nima? Nima bo'lar ekan? Alloh Musa sallallohu alayhi va sallamga tushirgan kitobning ismi nima? Unga deb aytar ekanmiz mana buni? Yo'q. Aytmas ekan, chunki bu kitobga qaytyapti. Tushunarlikmi? Nima ekan javobi? Tavrat ekan. Hop, ketdik. Nima? Alloh Iso alayhisalom. Yo'q, oldin harakatlarni qo'yib o'qib bering. Tarjima qil. Ma ismul kitabillazi anzalahu Allohu ala Isa sallallohu alayhi va sallam. Al-Injil. Al-Injil. Tarjima qiling. Alloh Iso alayhissalomga tushirgan kitobning ismi nima? Mashalloh. Uni tarjima qilayotganmizmi? Yo'q. Bu kitobga qaytyapti. Tushunarlimi? Al-Injilu, Injil. Injildir. Yaxshi. Demak, Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo qanday kitob nozil qildi? Sahifalar. Xo'p, Musa alayhisalomga Alloh taolo qanday kitob nozil qildi? Tavrat. Nima Iso alayhisalom qaysi kitob tushiribdi? Injil. Keyingisi Ibrohim. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء tushirgan kitobning ismi nima? Al-Qur'on, Qur'on. Ma ma'na tahrif? Tahrif Maryam. Tahrif. Ana o'zi aytayapti. Tahrifning ma'nosi nima? Ma'na tahrifiya, tahrifning ma'nosi nima? Tag'yir degani o'zgartirish degani. Nima degan ekan tag'yir? O'zgartirish, tabdil, almashtirish ekan. Tahrifning ma'nosi nima? Tahrifning ma'nosi o'zgartirish va almashtirish. Mashalloh, Allohumma barik. Bilmaymizmi? Mana bu o'zi javob aytayapti-ku. Demak, tahrif nima degan ekan? Tahrif o'zgartirish va almashtirish. O'zgartirish va almashtirish ekan. Xo'p, o'zgartirish va almashtirish nima uchun bu so'ralyapti bolalar? Sizlarga tushuntirib beraman. Sababi nima? Chunki oldingi kitoblar, Tavrot, Injil, suhuflar oldingi o'sha qavmlar tomonidan o'zgartirilgan. So'zlar o'zgartirilgan. Masalan, hamma kitoblarda, hamma ilohiy kitoblarda
payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bashorati aytilgan ekanda, ya'ni qiyomatga yaqin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelishi hamma kitob, ilohiy kitoblarda kelgan ekan. Shuni ular o'zgartirib qo'yishgan. Tushunarlikmi? Masalan, Tavrotda ular o'zgartirib qo'yishgan. Nima bo'ldi? Mana shu o'zgartirish u tag'yir bo'ldi. Yoki almashtirib qo'yishgan. Almashtirib qo'yishgan bo'lishlari ham mumkin. Tushunarlikmi? O'zlarini nimalarini kitob Alloh taolo ularga nozil qilgan kitobni demak o'zgartiryapti. Xo'p, endi tabdil almashtirgan deyapman. Tag'yir o'zgartirgan. Demak nima ekan? O'sha nozil qilingan kitobni o'zgartirib tashlashibdi. So'zlarini o'zgartirishgan, o'chirib tashlashgan. Tushunarligi? Yoki bo'lmasa Alloh taolo qilmanglar degan ishni qilinglar deb o'zgartirishgan. Yo masalan halolni haromga o'zgartirishgan, haromni halolga o'zgartirib qo'yishgan. Tushunarligi? O'qi. Almashtirish mumkin Yo, bo'ladi. oldin o'qi. Tamam. Ma huval kitabul ladzi laysa fihi tahrifun. Tahrifun. Almashtirish mumkin bo'lmagan kitob qaysi? Yaxshi. Unda tahrif bo'lmagan deyapti. Unda, ya'ni kitobda tahrifi yo'q bo'lgan Almashtirilmagan. Almashtirilmagan va o'zgartirilmagan kitob qaysi? Qur'on. Demak, Qur'on hech qanday harflari ham, so'zlari ham o'zgartirilmagan ekan, almashmagan ekan. Tushunarligi? Qanday payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsalar, Alloh taolo tomonidan nozil qilingan bo'lsa va bizga aytgan bo'lsa, sahobalarga aytgan bo'lsa, bizga xuddi shunday kelyapti hozir. Tushunarligi? Hop, ketdik. Keyingisi. Asiya. ماذا نقول عن القرآن الكريم عن القرآن الكريم Nimaga? كريمي chunki bundan oldin jari kelyapti. Yaxshi. Maxsus sifat o'tirib bunga majbur bo'ladi. Qur'oni Karimdan Dan emas. andan deb. Tamam. O'qi yana. ماذا نقول عن القرآن الكريم Tamam. hozir Qur'oni Karimdan Endi nima deymiz? Endi Qur'on Karimni Yo'q. nimaga hozir Robiya haqida deymiz. Tarjimani o'ylab ko'ringlar-da. Qur'on Karim Karim haqida. Qur'oni Karim haqida nima deymiz? Nima deymiz? Kalamulloh, Allohning Allohning kalomi. kalomi. Tushunarligi? Allohning kalomi. Demak, uyga vazifa nashatul manzili. Hop. Kam mashal kam suratan bo'ladi. Minal Qur'an. Hafiz Hafiztu hattal an. Robiya, qancha yodlagansiz? Nima deyapti? Tarjima qilib yuboring oldin. Kam suratan Hozirgacha? minal Qur'an hafiztu hattal an. Hozirgacha qancha Qur'ondan qancha sura yodlagansiz? Yodlagansan deyapti. Yodlagansan deyapti. Qancha sura yodlagansiz? 6. 6 bo'lsa nima bo'ladi? Yodlaganman. Hafiztu Mashallah. Hattal an. hattal an 6 ta. 6 sura. as-sadisa. Aha. 6 nima qilasiz? Qarang. Sura nimada turibdi? E'tibor qiling, muannasda turibdi. Demak, 6 ni qanaqa qilasiz? Muzakkar olasiz. Sad. Sadisu. Sadis desangiz 6-chi bo'ladi. Ha. S. As-sad. Kim aytadi? Nima sitta. Mashallah. Hafiztu Hafiztu hattal an sitta suvar. suvaring. Tushunarligi? Sitta suvaring. Kim buni ko'plikka beramiz, a? Tamam. Hop, Ibrohim. Kam xossosot min vaqti Xososot desak bo'lmaydi. xossot Xososda. كم خصصت من وقتك يومية لحفظ القرآن بركندا قرآن يوميا لحفظ القرآن. Kam qancha vaqtingda kunlik deyapti. Ya'ni kunda Qur'on Karim yodlash uchun Mashallah. vaqtingdan qanchasini ajratasan? Mashallah, qanchasini ajratasan deyapti. Mashallah. Qanday yana boshdan qilaylik. Qani mana shu aytganingiz yaxshi, Ibrohim. Gapga urishtirar ishlaringiz yaxshi. Xo'p, ketdik. Demak, bir kunda demoqchi. Kunlik Qur'oni Karim yodlash uchun Qur'on Karim yodlash uchun vaqtingdan qancha ajratasan? Tamam, qancha ajratasiz? 1 soatmi, 2 soatmi? Nima deb javob berasiz? As-sa'a. Akhussu min vaqti. min vaqti sa'atan. 1 soat. Tamam. Keyingisi. متى تتوقع أن تكمل An kelyapti. أن تكمل Yo'q, hozir. boshlatdik. Boshdan aytingda bolam, noto'g'ri aytdingiz. Juda men nimamga quloqimga noto'g'ri eshitildi ayting. متى تتوقع أن tukammila bo'ladi. Nimaga? Chunki fa'ala yufa'ilu tukammila tufa''ilu qolibdi. Demak, an kelishi bilan maytda nima bo'ladi? Fatha bo'ladi. Tukammila حفظ القرآن كاملا. Qachon? قachon تتوقع nima degan? Umid qilasan, ya'ni tugatmoqchisan demoqchida.
Qachon Qur'onning hifzini komil qilib tugatmoqchisan. tugatishni Rejalashtiryapsan, ya'ni umid qilyapsan. Vaqo degani bir narsadan tushishlik, bir narsa voqea bo'lishlik degani. Aytdim-ku, qaranglar, men aytayapman, nazala deganda sulosiy nima dedim men? Bitta sizlarga sulosiy mujarrad dedim, to'g'rimi? Sulosiy mazidga o'tsa, ma'no o'zgaradi. Bitta tushdi bo'lsa, bu nima bo'ladi? Tushirdi bo'lyapti. Vaqo degani voqea bo'ldi-da. Endi tatawaqqa'u, ya'ni waqa'a, tawaqqa'a, tatawaqqa'u bo'ladi-da. Endi bu mana bu o'ziga vaqa'a ekan. Hop, bu tatawaqqa'u sulosiy mazid hisoblanadi. Mana bunga qo'shimcha qo'shilib qoladi. Endi voqea bo'ldi ma'nosini bildirmaydi. Kutyapsan ma'nosini bildiryapti. Voqea bo'ldi degan. Voqea bo'lsa. Tushunarlimi? Demak, mana bu vaqoa degani voqea bo'ldi bo'lsa, tatawaqqa'u nima? O'sha ma'no o'zgaryapti. Kutyapsan, ha? Demak, Qur'oni Karimda hifz qilishlikda, to'liq qilib yodlashlikda qachon rejalashtiryapsan? Qachon? Siz yodlab bo'lgansiz. Masalan, nima deysiz? Hafiztul Qur'anal Karima kamilan. Yaxshi. Hop, ketdik. Nima? Robiya? ما هي الآيات ما هي الآيات والسور التي Suvar nimani ko'pliga? Suvarul lati taqra mashallah uha bo'ladi. Nimaga? Chunki unga ta'sir qiluvchi hech narsa yo'q-da. Mashallah. Qabla nawm. Tushundingizmi? Agar bilmasangiz bitta tarjima qiling. Hop. Oyatlar va suralar shundayki uni o'qishlik. Uxlashdan oldin. Uxlashdan oldin uni o'qishlik. Gan suralaring qaysi? Endi qarang, orqadan bering-da, gapingiz yaxshi chiqadi. Siyladan bering. Men bitta aytib oldim-da, bu oyatlar, bu suralar shundayki, ularni o'qiysan, nimadan? Uxlashdan oldin deyapti. Uxlashdan oldin. Mashallah, ba'dan beramiz, yaxshi. O'qiydi. Mana bu allati gan. Oyatlar va suralarni bitta boshdan bering. Uxlashdan oldin o'qiydigan oyatlar va suralarni. Suralar qaysi? Suralar qaysi? Nima deyapti? Endi qaysi demoqchi? Endi qarang, nimaga allati kelyapti? Suvar chunki aqlsiz ko'plik. Mashallah, g'oyra aqlli ko'plik ma'nosi bilan ketdi. Shuncha allati kelyapti. Tushunarga? Hop. Tushundingiz-a? Mana bittaga ha qaysiga qaytadi? Oyat bilan suvarga qaytadi. Tushunarga? Siyla bo'lgandan keyin qaytuvchi zamir bo'lishi kerak dedimi? Qarang, jumla fe'liyada mana shunday bo'lyapti. Hop, qaysi suralarda o'qiysiz? Rahma, Waqi'a, Tabarak, Nas, Falaq, Ixlos, na. Tamam, tushunarga? Hop, demak, bularni o'rgandik inshaalloh. Menga ertaga yana aytaverasizlar.